Qiziqarliq qalpaqchilik. Abdore Abduvali Ayub. Men burunqi Gitlerchi burut va bugungi niqob nomli maqolamda Uyg'ur madaniyati o'ziga tarixda va bugun sig'dirmagan ikki kelgundi hodisani izohlagan edim. Bu maqola chiqqandan keyin ba'zi Uyg'ur ziyolilarining va ustoz peshvalarning diqqatini tortdi. Natijada Habibulla Kusani va Muhammad Yusuf degan ikki ustozdan inkos chiqdi. Ustoz Muhammad Yusufning qarg'i o'rinib niqob taqashni mubah, ya'ni diniy majburiyat emas deb chiqargan fatvosi bir qoyil qilarliq diniy hukm bo'lib o'ttirg'i chiqdi. Maqolamni e'lon qilgandan keyin qarshi chiqqan ustozlardan ikki xil kishilar ko'proq bo'ldi. Biri niqobni tadqiq qilish, tahlil qilish va bu haqdagi ko'z qarashlarni o'ttirg'i qo'yish Allohga qarshi chiqqanlik bo'ladi deganlar bo'ldi. Yana biri kiyinish, kishilik erkinlik, bu vaqt fikr qilish, demokratiyaga qarshi turganlik degan do'stlarmi bo'ldi. Buni qisqartib sharqchi qalpoq va g'arbchi qalpoq desakmi uyg'un kelishi mumkin. Kishining nima qilishi, nima yeyishi, nima kiyishi haqiqatan demokratik huquq. Men buni qo'g'dayman. Shunga men yozmamda hech bir shaxsni tilga elib, uni kay, buni kayma demadim. Shunga bu yerda hech bir insonning erkinligiga daxli ta'ruz qilgan ish yo'q. Masalan, tamakining ziyinini tadqiq qiladigan minglarcha maqolani topqili bo'ladi. Bundaq tadqiqot hargizmi Fatiha yoki Nadiyaning tamaki chekish erkinligiga aralashganlik emas, faqatla bir tadqiqotchi qilgan izdinish natijasi. Tadqiqot qilish bizning ishimiz. Qabul qilish qilmaslik sizning ishingiz. Allohga qarshi chiqqan deyish, dinga qarshi chiqqan deyish, e'tiqodimizga aralashdi deyishlarning men to'rda yiziqchilikni boshlagandan buyon takrorlab kelinayotgan, millatga qarashlarimni sat ko'rsatish uchun qilinayotgan ko'ni afsunkashlik ekanligini oqillar biladi. Maqolani men yozdim. Siz uni dinga qarshi damsiz yoki uyg'un damsiz o'zingizning ishi. Men maqolamni din nuqtasidan bir o'limaning salohiyatidan chiqib yozmagan. Ammo sizning din nuqtasidan chiqib rad qilish huquqingiz bor. Men bir Uyg'ur madaniyati tadqiqotchisi. Men bir tilshunos. Shunga o'zimning kasbiy doirasida Uyg'urlarning kiyim-kechak, yemak-ichmak madaniyati haqida to'xtalaman. Uyg'ur tilidagi arabcha, farscha, ruscha qatorliq muhojir so'zlar va yerlik milliy so'zlarning manbasi va ma'no o'zgarishlari haqida izlanishmi mening tadqiqot doiram. Uning ustiga men bir yozuvchi va muxbir. Shunga Uyg'urlar duch kelayotgan, duch kelgan va kelgusida duch keladigan tahdidlar, masalalar va fursatlar haqida maqola e'lon qilib turman. Vatanda ona til ma'rifiga tashabbuskor bo'lib yurgan chog'larimda vatan sirtidan to'r darsxonasi, ovozliq hujjatlar va barmoq diskalar orqali kirayotgan tabliğlardan ansirab tashabbus qilinayotgan jihad,
va hijrat tashviqotining Uyg'urni internatsionalizm jangchilariga aylantirish ehtimolligidan ogohlantirdim. Qo'llangan so'zim aynan shu. Chunki bizga o'zi va oilasi uchun, Uyg'ur uchun yashaydigan inson, ummatchilik, internatsionalizmlik bilan zaharlangan kishidan yaxshi edi. Shu yillarda xuddi bir markazdan tarqitib berilgandek qora niqobda yuzini yo'gab, boshdan oyoqqacha qora kiydigan vaziyat shakllandi. Uyg'ur madaniyatidagi o'lim, to'y va bayramlarga munosabatlik an'anaviy odatlar diniy ibodat deb qaralib, bid'atga chiqarildi. Shu chog'da men ustoz Habibullo Kusani bilan munozirlashib qoldim. Men Uyg'urning siyosiy, ijtimoiy vaziyati, sharoitining cheklamasi va Uyg'ur urf-odati nuqtasidan chiqib, niqoblanishni to'g'ri emas deb qaradim. Do'stim Habibullo Ahmad Kusani din nuqtasidan chiqib, niqoblanishni targ'ib qilib, fatvo bergan edi. Meni yoqtiradigan bir Uyg'ur boy atayin kechilab chaqirib, dinga aralashmaslik haqida maslahat bergan edi. Hozir u do'stimiz tutilib ketdi. Vatan sirtiga chiqqandan keyin 2017-yili Yangi yil kechisi yuz bergan bir qatimliq qatliam sabablik Uyg'urlarning kuni Turkiyada taslashdi. Bu vaqada tutilgan Uyg'ur 50 dan oshadi. Shuningga qo'shib tutilgan Uyg'ur 380 atrofida bo'lib, tutish obyekti uzun soqol qo'ygan va qora niqobda yuzini o'rib olganlar bo'ldi. Men shu yil martda Istanbulning Silivri noyisiga joylashgan qaytirish markaziga bir ish bilan bordim. Va u yerda qora niqobda yuzini o'rib olgan Uyg'ur xonimlarni ko'rdim. Shu qaytirish markazini 2018-yili zamonida yana bir qatim ziyorat qildim. Qamalganlar yana shu niqoblangan Uyg'ur xonimlar ekan. Yordam so'rab, Qadiko'ydagi Turk o'choqlari deb ataladigan millatchi tashkilotda ishlaydigan tunishimga borgan bo'lsam-mo, ular terrorga qarshi qism tarafidan tutilganlarga amalsiz ekanligini aytib yo'lga soldi. Ularning Uyg'ur turklari nemishqa uzun soqol, qora niqob bilan turk islom madaniyatiga qarshi arabcha yo'l tutadi deb qaynab ketganligini hozirmi unutolmadim. Amalsiz ularga Xitoyning zulmi va eziqtirishi bilan mushundoq bo'lib qolganligini tushundirdim. Ammo bir Uyg'ur 4 oy sababsiz yetib qoldi. Men mayli vatanda bo'lay yoki muhojiratda bo'lay, amaliyotdan hal qilgan biror tashabbus, targ'ibot va ideyalarni o'ttirg'a qo'ymadim. Xitoyda dinimiz, tilimiz va madaniyatimizni Xitoy qonunlari bo'yicha qo'g'dashni tashabbus qildim. Bu shuningga ishonganlikdan emas, balki shundoq qilishning menga ergashganlar uchun bexatarroq bo'ladiganligidan bo'lgan. Muhojiratdagi hayotimda ati mustaqillikni olamiz, bugun jihodga chiqishga boshlayli deb baxmadim. Bu mening mustaqilchi emasligim yoki dinga qarshiliqim emas. Bu ikki so'z ajoyib suyumlik. Men ikkala so'zni deyishni xohlayman. Ammo qanday qilishni bilmayman. Men o'zim o'tdisdan chiqolmaydigan, amalga oshira olmaydigan ishni tashabbus qilmayman. Agar men o'ttirg'a qo'ygan fikr sabablik bir Uyg'urning burni qonigan bo'lsa, kechirim so'rayman.
Mən vətəndə yüzünü niqablashni to'g'ri ko'rmadim. Muhojiratdagi hayotimdimi to'g'ri ko'rmayman. Chunki bu niqobda har bir Uyg'urga bir yaxshilik borligini amaliyat isbotlagan yo'q. Mən Uyg'urning madaniyatini rad qilishni burun to'g'ri ko'rmadim va buningdan keyin to'g'ri ko'rmayman. Sizga Uyg'ur madaniyati kommunistning bo'lib ko'rinsimi, bid'at bo'lib tuyulsimi, men uni qo'g'dayman. Chunki madaniyat dindak xususiy tanlash emas, millatning tanlashi. Har qanday bir millat o'ziga xos madaniyat bilan millat deb e'tirof qilinadi, dini bilan emas. Bizning Uyg'urligimizning sababi Uyg'urga xos madaniyatimizda. İnsaniyatga o'rtaq dinimizda emas. Masalan, bir Uyg'ur tug'ilib 40 kun bo'lganda tug'ilish murosimi bo'lgan 40 qilinadi. Uyg'ur kun, tun tangshilib, jahon ilg'anda No'ruz qiladi. Bular Uyg'ur millatining necha ming yillik milliy tanlashi. Bu sizning xususiy tanlashingiz emas. Men Uyg'urning milliy tanlashini qo'g'dash tarafdorlariga mansub. Bu sababdan meni demokratchi demsiz, demokratiyaga qarshi demsiz, dinga qarshi chiqqan demsiz, bundaq sharqcha va g'arbcha qalpoqlaringiz menga baribir. Men hech kimni No'ruz o'tkazmaganlik uchun haqorat qilmadim yoki hech kimga qirqini qilish haqida dindan foydalanib fatvo bermadim yoki sekretardak buyruq qilmadim. Shunga menga demokratiya va dindan chiqib qalpoq kiygizmoqchi, haddimni bildirmoqchi, dars bermoqchi bo'lsangiz, yo'l bo'lsin. Chunki aytganlarim siz da'vatgan ayblashlarning sirtiga mansub. Boshqalarga qalpoq kiydirish, tanqidlash to'limi ko'ngildagidek usul. Chunki qalpoqni sizdak ulamolar, doktorlar kiydirib bo'lgandan keyin avomda qalpoq kiyganga qarshi ommaviy hujum boshlanadi. Sizlar shimishki chaqqan tomoshabin bo'lasizlar. Kishilar qalpoq kiyib qolgan odamning nima deganiga qaramasdan sizlar kiydirgan qalpoqqa qartib hujum qilishni, o'zi hech nima bilmasimi, shu kishining qalpog'iga qarab tosh etishni davom qiladi. Men qalpoqlarga o'ch emas. Chunki shu qalpoqlarni mendak ish qilgan, fikr qilgan, o'zining tafakkurlik bir inson ekanligini isbotlab bera oladigan, xalq solgan dasturxonga, chalgan chavaqqa, qilgan izzat ikramga emas, o'zi to'g'ri deb bilgan, sodiq bo'lgan odam kiydi. Qalpoq kiyib ezilib, ko'nglim buzilib ketmaydi. Chunki qalpoqni men kiyganga millat ziyon tortmaydi. Men kiygan qalpoq bilan bir Uyg'ur turmaga kirmaydi. Yetim qolmaydi. Vatandan mahrum, sarson bo'lmaydi. Yot tuproqlarda jasadlari musofir bo'lmaydi. Menga qalpoq kiydirishlar yangilik emas. Vatanda kiyganni muhojiratdami kiydim. Men tunugun Misrda emas, Turkiyada o'qinglar desam, qalpoq kiydirganlar shu ilmning kabisi, musulmonlikning ulgisi bo'lgan Misrdan qo'g'linib, hozir dernaklarni qurib, kitoblarni chiqarib, o'zlari aybligan ilmonizmchi, dahri Turkiyada yashayotdi. Vatanda niqobni tanqidlab qalpoq kiydim. Ammo shu niqobni zulmdan saqlanish uchun taqimg'anlar hech bo'lmasa
kesilib ketmay lagerlarda qoldi. Biz shu vatandagi Uyg'urlarga niqabda yuzinglarni yepinglar degan patvoni bergan bilan ziyonni millat tortdi. Biz shu bizga ergashganlarni qo'g'dash uchun hech ish qilmadik. Demak, chiqirayotgan patva, chaqiriq va davatgan gapimiz sabablik millat qayta ziyon tortgan va yana ziyon tortish oldida turgan bo'lsa, bizda xatolik bormi? Millatni xato yetakladimmi? Fikrimda nuqson bormi deganlarni o'ylab beqish kerak. Xatoliklardan ibrat olmay, desizlar fikrimizni qo'llamganlarga qalpoq kiydirib, ixlosman Uyg'urni, sodda, dindor kishilarni boshqalarga hujum qilishga qutratsak, xatolik ustiga xatolik o'tkazgan bo'lamiz. Shunga millat izchil qiynalayotgan ahvolimiz bargancha xaroblikqa qarab yuzlangan mushu kunlarda millatga din nomidan o'limoliq salohiyat bilan bir targ'ibotni qilmoqchi, tavsiya va fatvolarni bermoqchi bo'lsak, ilgirki xatoliklardan savoq elishimiz kerak. Biz bo'lsak tövbe qilishimiz, doim xatolashayotgan o'zimizni va xatolikqa sabab bo'layotgan fikrimizni tekshirib boqqanimiz afzal. Tugidi. 2019 yil 22 avgust